Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugungi obzorimiz do'konimizdagi Wagner apparatlarimiz haqida bo'ladi. Hozir bu Wagner apparatlarimizni bir boshdan obzorini qilib tanishtirib o'taman akalar. Bu katta Wagner apparatimiz 6500 vattli bo'ladi. Quvvatlari ham, motorlari ham o'ziga yarasha kuchli bo'ladi akalar. Shpaklopga sepishga mo'ljallangan bo'ladi akalar. Bu Wagner apparatimizning quvvati 6000 vattli bo'ladi. Emotsiya, kraska, ohak shunga o'xshagan suyuqliklarni sepishga mo'ljallangan bo'ladi akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Bizga turli xildagi Wagner apparatlarimiz yetib kelgan akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, buyurtma berishlaring mumkin. Yoki shu Qo'qondagi qurilish texnikalar do'konimizga kelib, xarid qilishlaring ham mumkin akalar. Xo'p, sizlarga hozir bitta narsani ko'rsataman akalar. Bu releli varianti bo'ladi akalar. Motorimizga kuch kelib, qizitib, shunga o'xshash noxushliklar bo'ladigan bo'lsa akalar, o'zi avtomatik o'chadigan xususiyatga ega bo'ladi. Motorini ushlab qolmasligiga yordam beradigan narsasi bo'ladi akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarimizni video tagida qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin akalar. Narxlariga keladigan bo'lsak, $250 dan boshlanib $650 gacha bor akalar.